Sağlamlıqqa ko'ngil bo'ladigan ayollar mas'uliyatchanlik bilan, ishonch bilan ishlab chiqarilgan mahsulotni tanlaydi. Ayollar sağlamlıqqa ko'ngil bo'lay desangiz, Nanilla mahsulotlari eng yaxshi tanlashingiz bo'la oladi. Adash, nim bo'ldi? Bək bir yaram bo'ldimi? Ansirma adash, Nalina ayollar sağlamlıq mahsulotlarini olib keldim. Qarag'ina. Nalina ayollar sağlamlıq mahsulotlari. Şukat kalma tarafta. Yeğenim şukat sen? Evet tuttağa yaman kızıqıma qaralikin faqat ügünü bulamadım cuma. Kızık qilmadi, başa taranışıp süremse, tuttar gen chammam semda. Taranıştmay qanday çalasa tuttani? Aykilar va o'zim bir qo'lliq cheplaysan tuttar. Çalalamsa? Çalalamsa tuttar peshvasi deb baqamda. Ras? Aykilar. Voy, ha. Moja tuxmakemaqman. Qaysi padiga aytib birma? Hammasi chalalaysa? Sababda o'zing eng yaxshi ko'rgan birisiga. Biz eng yaxshi ko'rgan Qashqarning qizi degan bir naqsham bor, shuni aytib beray. Ha. Qashqarning qizi o'ngluq, yerga qizil cho'g'liq, hey, baslashib chiqib chiqqan, do'sti badan gullik, ya do'st, ya rab, ya do'st. To'xtig'ini adam zanli qotamsa ya. Chalalam. Chalaladi shu. Qonda chaladimi, dutta chilishmi shu? Ha, bu duttadi bak, bunu nima qanday ovoz chiqarib dutta deganda. Adam bo'lmagan po'latmag'ini. Qachonlar qarshi po'lat degansiz. Men bu avaska shu mushnitlik chalamish. Mushnitlik chalamida ba Farida Mahmud adamga o'xshashmida ba peshqadamrak, bunda ustozlar uchrab qolmajumasam, tuttalar bilishadigan keydirib qo'ydim yerni. Bu shu endi bugun vargan paytlarda bir ikkisi bor degana shu endi. Bir ikkisi bor. Ha. Mushtali chalasan degana qo'lga qo'shaqmaydigan. Yaxshi chalalaygan birisi bor endi. Anlab qamsa? Jing chalamsa vaqt istirab qilma, oldirayman. Jing chalam, yengida bir o'rgangan. Ha. Bir paydam bordi. Bu qanday sanligi qozonga patmagan saka degan naqsha. Ha. Naqshni bilan? Naqsha yo'q, endi bu tutadigan ish endi. Naqshning ismi qozonga patmagan saka. Lengan doing. Tugida. Ya bu da müzik aldırmay kelmemse bu ügünüş degan bara bu. Menga vaqtli isrof qiladi ekansiz deyman. Menga kishi o'tirib boshlamdoq. Ha, boshlaydi. Boshlamdoq deb tamam mükemmelse bizden. Mükemmelse? Bu köp bo'ldi, xil bo'ldi. Bekama dutdan tutib, o'tamidim, chini saqlab o'tdagan. Kaplam ishni buzib qo'ypa menga. Mana aman oyoq qo'yib qo'ya boshlaymiz hozir. O'zimni boshlayib o'tay unda olsa. Sen boshlamsan? Men o'zim boshlayman. O'zim boshlaycha. Ha? Mustava qildim boshliqni. Xo'sh, 2021-yillik Nalina Cho'lpon keldi programmamizda bugungi alay soniga alayda taklif qilingan bizning suyimlik mehmonimiz bo'lsa, davlatlik 1-darajalik artist, ataqliq san'atkorimiz Farida Mahmudova, marhamat. Hoy, qanday ahvolingiz-da? Yaxshi tudingizmi? Yaxshimi? Voy, uzun bo'pti jumimishda bir programmalarda sizlar yuz ko'rish baxmig'ili, ha? Mana bugun shu Cho'lpon keldi programmamiz orqali yuz ko'rish xo'sh bo'latimizda. Uzun bo'pti-da, burona shu kichik vaqtlarimizda qurbayatlik san'atkechilik, ro'ziyatlik san'atkechilik, ish qilib kechilikning hammasi siz batdingiz. Duttavlar, fayz qilib. Shunday bolaliklarimiz hamra bo'lganda sizda sizni unutqanimiz yo'q. Garchi nurg'ul yillar o'tgan bo'lsa-mu. Yaqinda nima ishlarni aldirash yurasiz-da? Yaqinda shu ancha-muncha faoliyatlarga naqsh etib. Naqsh mashq qilib, dutta mashq qilib o'tdik. Unda bo'lsa, bugun bu naqshdan bir ashkini cho'qim anglaymiz-ku, da bu jihatda tayyorlik bor-ku, da. Albatta, men bu yerda cho'qim dutta naqsha degan gitarlarmi bor hatto, ha. Unda bo'lsa da Cho'lpon keldi programmamizni burun ko'rgan-ku, da siz. Bak yaxshi ko'rma. Nechsan ko'rib baqdingiz hozirgacha? Birinchidan siz bak ta'sir qilsiz. Ha. Shu bak qiziqtirib, qiziqchilik qilib, bu o'zingizda bor talant ekan asli.
Rahmet. Anandikin Mihurgul Ahmetnikini ko'ribdim men. Arzgul Xandannikini ko'ribdim men. Xasiyat Qurbannikini ko'ribdim men. Ayollarnikini erlarniki. Dal qaraplam o'tkazib Isqilib bek yoqtirma bu programma. Rahmat eda. Unda olsa demak Cho'lpon keldi programmasida Cho'lponlar ta'sir qilmay, men ta'sir qildim-da sizga, unda olsa. Cho'lponlar ta'sir qildi, lekin sizningki riyosatchilik qilishingiz menga bek yaraydi ukam. Rahmat. Boshqalardanmi mush ko'rmanlarni do'stlarimdan so'rab baqdim. Ajoyib bir qiziqarli bir app bor edi bu programmani deb boshda. Voy rahmat. Anglayman. Muştaq özümüz etiraf qilgan ustozlarniki muşundaq madatlari bo'lib tursa, biz anglab tursak, bizda boshqacha bir xil ilhomlanish paydo bo'ladi edi. Texmi olg'a qarab mengishqa turtki bo'ldi-da, mush gaplaringizdan o'zi biz uchun qilgan cho'ng yardamingiz bo'lib qoldi. Rahmat eda. Unda bo'lsa, ekranda ko'rinmalar chiqiblan barang'i tushib ketdi deb zerik qolmasin. Mashada ikki misra o'zingizdan ijodiy naqshlarda mundaq duttasiz, gitarsiz, chalg'u asbobsiz bir bunda naqmaydan ovozingizni bir anglab baqamdiq ada. Andiki rasm. O'ttamay o'rtirib aytaman. Rahmat. Ijodiy naqsh aytamdimi? Ijodiy naqshlaringizdan anglab baqsaq deyman. Farida adam xalq naqshlariga bak yomon. Suyuni chiqarib yutdi, lekin ijodiy naqshlarimiz oz emas. Shunglashqa men shu ijodiy naqshlardan boshlab ketaylikmi deb o'ylab qoldim qo'ydi. Men o'zim ancha-muncha naqsh aytish salohiyatim bilan shuni deyalaymanchi, o'rtirib chiqargan ovozdan kuchi bor-chu. O'ltirib olgandan keyin mencha sizga izlib ketib qo'shaqman. O'zimning bir ijodiyatim bor-di. 4 kunlik degan Yusufjon Qayumninki. Tekstiga ishlagan naqsham. 4 kunliklar. 4 kunlik degan naqsh. 4 kunlik emas. Deryasida hevesnin akar günün tütküllük Şirin hiyal koyniga bakar günün tütküllük Gep vermestin atanga, gep vermestin ananga Paydan tegmey avamga tapkan pulun tütküllük tapqan pulun tütküllük Sori qiba dunyanın sen kaldırgan ızlani Kalsın sendin yakşinam ayak digen tütküllük Sori qiba dunyanın sen kaldırgan ızlanin Kalsın sendin yakşinam ayak dügen tütküllük Hayat digen tütküllük Kendi rap kökesi hayat degen tütküllük. Ya. Şundaylık zamanıviylashtirib zamanıviylashtirib. Çata yok qilmasa da qilmay bo'lmaydi. Davrga cho'qim moslashish kerak qo'yda shunday nima moda bo'lsa shularni qilib turish kerak. Chunki har bir davrda ehtiyoj olmishib turdi emasmi-da shunday qo'y. Hozir Lenin xoning davri ketdi. Zaman taraqqiy qilyapti. To'g'ri. Partiya hukumatimiz bizga mushundaq sharoitlarni yaratib beryapti. To'g'ri. Partiya qurilganligining 100 yillik qiymani mush oyda. To'g'ri. Bizga bir bayram. Hamma uchun rahmat. Baxtimiz. Albatta biz har bir kunimizga rozi bo'lmay tura olmaymiz shunday qo'yda. Burunqi davrdagilar, burunqi cho'nglarimiz deydigan bizning davrimizda ochliq bek ozdi, osh qolatdiq. Hatto bunda yitiq kiyimlarni kiyib, yamoq sab kiyatdiq. Sizlar hozir yitib kiydigansizlar, o'xshamay kelib davrlar deb aytan qoldi cho'nglarimiz. Partiya hukumatimizga bir qatim tashakkurimizni bildiramiz. Unda bo'lsa, shu ekranda ko'rmalarimiz uzundan beri sizni shu ekran yüzüde, program yüzüde köygünü yokçu, siz çıkmavatsizçu, sizcil. Biz mamuş programını ki her bir sandaqatqa vaqtda Farida Mahmut Adamçu, Bamu, qaçan çıqıdı dediğin suallar mı keldi bizge? Şu körmələrinizge, şu məsələrinizge bir aldı bilen qızğın, illiq mehir muhabbetinizə yetkizib alsınız, andan diken olturab parançandıqada? Buluduvka, aldı bilen muşu sizlərinin ki Cho'lpon keldi programmalarını yaxşı görüp atqan barlıq əzlərə salam yollayman. Anandaki mening naqshlarimni
yoqtiradigan ko'rmanlarimga chin ko'nglimdan rahmatimni aytaman. Hammanglar salomat bo'linglar. Sizlarning mushu programmani yo'lga qo'yib, meni taklif qilganingizga intayin xushalman. Tashakkurlar bo'lsin. Voy, rahmat eda, sizga rahmat eda, sizga rahmat. Onda bo'lsa o'ltirishga taklif etsa, mada qolgan gapni o'tira, paranxamda. Shu o'tamisan sen. Marhamat eda. Adam shu ammelan sizdan shu ovoz naqshimiz, atoqli naqshimiz deb bilamiz. Uzun yillar bo'lib qoldi. Siz qancha yil bo'ldi adam shu sohada xizmat qilayotganlar? Men bu sohada rasmiy san'atkor bo'lganimga 16 yosh vaqtimdan tortib ta hozirgacha to'xtamadim. Shu. Tugdimi? Unda bo'lsa-da bu kichik vaqtlaringizdan tortib sizning orzuyingiz shu naqshchi bo'lishganda? Aqlimni endi bilgan vaqtlarimda dadam doktortichi, dadam doktor, opam o'qituvchi edi. U vaqtda men doktor bo'lma, xonim bo'lma deb dadam opamga akilab, dadam doktor bo'lgandan opam o'qituvchi bo'lgan ekan. Dadam endi o'zi doktor bo'lgan bilan shunchalik duttani ajoyib chaladigan. San'atdan xabari bor. Naqshi deganni ish qilib voyaga yetkazib aytadigan o't yurak bir doktor mening dadam. Shuning bilan yurtingiz nada? Qashqardan. Ammo dadam yosh vaqtlarida xizmat munosabati bilan Yengsar Naylik doktorxonaga ashaga yuqumliq kasalning oldini oladigan boshlamchi doktor bo'pti ekan. Demak, Yengsarda jiq turibsiz-da. Yengsarda tug'ilib ekanman men ashada. O'zingiz Yengsarlik. Unda opangiz ziyartinchida? Opamni duttachilib naqsh aytdi. Universal muallim u vaqtda o'qituvchilar hamma darsliklarni bergan ekan. Hem san'at, hem boshqa darsliklardan bir qo'lliq tarbiyalab chiqqan o'quvchilarim borki, ular yashnab qopti. Unda bo'lsa, demak, siz ziyoli oilasida tug'ilib cho'ng bo'lgan. Shu endi ota-onangizdan ta'siri bor ekanda bu san'atchi bo'lib qolishingizga. Bu meningki yuragimga oilamdagi muhit. Shu san'at o'tini yoqqan. Anandan keyin mening cho'ng akam Adiljon akam, u shu dadamni do'rabli chiqqanda. Sizlar necha bolada? 5 bola biz. 5 bola. Siz eng kichigimi? Men 4-inchisi. Men 4-inchisi, birli qiz, 4 o'g'il. Mijozingiz cho'qim o'g'il boldaq deyman. Ejib to'g'ri topdingiz. O'shda bo'ladi-ki, masalan, qizlarjiq uyda o'g'il bolaning mijozini tabiiy tortib ketadigan bunda ahvollar bor ekan-ku. Shundoq bir xil mijozim bordi. Hozirda qisal naqshaysam, duttachilib naqshaysam, aytmayman. Lekin odatda gap qilsam, shu sal ketib qoldi. Akallarimning, inimning mijoziga ketib qoldi. Cho'ng akam Adiljon akam shu Yengsar Naylik san'at umrida uzoq yil ishlabdi ekan. Men kichikdim bu vaqtda. Ikkinchi akam, Erkinchi akam meni judib ko'tarib, shu akamning o'yinini ko'gilaj teatrxonaga olib bordi. Do qarsam akam chiqdi deydi. Akam yolg'iz naqsh aytdi. Ham lapar o'ynaydi. Shu kichikimdan tortib, aqlimni bilgandan tortib akamning sahnaga chiqqanini ko'rib, keyin oilada Nayt qizg'in, voy Mahmud Abdulla doktorning naqsini anglaymiz jurongil deb bizning oyda ish mehmon uzilmaydi. Ondan keyin dutta, tambur esirliq turibdi tamg'icha gilamga. Shu mo'yitda cho'ng bo'lgandan keyin yuragimga san'at o'ti tutishib ketgan. Bag'ansir, cho'ng bag'ansir. Qo'lim duttani olsam, yaxshi chalolmayman. Jil olib chilavermayl duttani. Ichingizdan qiziqishingiz bor ekan. Qanday qilsam keltiramish padiga. Deb endikin 5-6 yosh vaqtimda dadamning chog'ini qarab, qanday chalsa, dadasi qanday chalsa sen men chiqma bo'lam deb chiqirib meni duttani urg'izib o'zi padi bisbirdi. Shunda qilib asli manda ekan deb u vaqtda karim bo'lmadi. Keyin boshlang'ich maktab kirgan ekan, to'xtabdi. Asli manda chaladi ekan deb anandan keyin duttag ishtiyoq bog'lab ketdim. Andan maktabdagi san'at muallimimizmi har bir faoliyatlar, o'quvchilarning alqi bayramlarda nima qilsiz desam, men o sinf boshliq edim boshlang'ich maktabda. Qo'pol bo'lgan ekan. Qo'llarni boshqarib. Birinchi sinfga kirgandan tortib meni sinf boshlig'i sayilgan. 6-yillikchimi? U vaqtda 5 yildi. U vaqtda 5 yil rasa. Biz o'qigan vaqtlar 5 yildi. Demak, u boshlang'ichni shu Yengsarda o'qidingizmi? Yo'q, boshlang'ich maktabga kirpoqchi Qashqarga yenib keldik. Ondan keyin izchil Qashqarda o'qidingiz. Qashqarda. To'liqsiz
universitetda o'qib, Tunjanga imtihon berib, o'tir texnikumga. Yanılam bizning oiladiklarni to'nigan ekan, o'quvchi qabul qilishdikilar. Shu meni yanılam Yangsada Supan qurilgan vaqtda Supan maktab. Shu yerga o'quvchilik qabul qilindim. 1 yil o'qib bo'lgan ekan, yozliq ta'tilda Qashqarga bormiz hamda uyga. Qashqar viloyatlik o'makda mening yaxshi o'tadigan bir acham batdi, avans acham. Shu avans acham bilan ko'rishib kelay, hamda ta'tilda ko'gim kelib qoldi deb bordim. Vasam voy uka, möjab bir yaxshi kelibla. Deganlikka qarmay naqsul o'makidan naqshchi og'il keldi ekan, hozir ballar tizimlatdi. Degan men maktabimni qanday qilma debdim. Spanda o'qivatsam bo'ldilar desam, yo'q, sizlar imtihon bersizlar. Cho'qim o'tib ketdilar debdi. Qanday imtihon bermadinglar? Naqsh aytiblar shu bo'ldi deganda ma'qul. Deb ertasi chiqsam bizningki to'xtaqim to'njig'imiz o'quvchi qabul qilg'ili. Kepto imtihon boshlandi. Boshqa o'quvchilar imtihon berdi, mening ismimni chaqirdi. Tatinish degan yo'q menda. Qo'pollam daga chip kirmagansiz. Ismingiz deganda ismim Faridan desam. Ha, nimish qila olaysiz de. Naqsh aytalayman, duttachilarlayman, leperonyalayman desam, voy, qo'y bo'ldi ekan. Deb kulib ketdi odam. Unda naqsh ayting debdi. Tatinmay. Vatanim Jonxaylim deb bir naqsh vati shuni aytib berdim. Unda leperni o'ynanga deganda, kun chiqishqa qarayman, bulbul bo'lib sayrayman. Mavjushining rasmiga qarab to'ymayman. Ashleperni o'ynasam deb nasib ketdi ularning. U vaqtlarda bunda chiroyli aytolmasiz. Kichik vaqtda. Chiroyli aytdim, ovozim vaqtda deganda kichik, lekin vaqtda bola ovozlar endi. Shuni voy bo'ladi ekan deb andan moyoqda gongching batdi, pianino. Shuni bir ma'lum bakin chepadi. Ovozimni vaqirtib, qancha ching vaqirsangiz shuncha yaxshi ma'qul deb vaqirib qissam bo'ladi ekan deb bular muzokaralashib bizni chaqirtimiz dedi. Xabar qilamiz degan ma'qul deb. Unda xabar kelmaydigan desam, aytsa bizningki Tanjang To'xtaqim bizning boshlig'imiz bizning uyini izlab beribdi. Akam bilan ko'rishdi va qanday topib bizning uy yetkazlamchi? Ankitni akapti, shuni to'shqasin, xanzuchi to'shqizinglar deb birsini tepib to'shqazdi, opirib qo'lga berdim. Unda ayt yansag'imimiz sizni beramdi maktabdan, bermamdi deganda men o'qimayman. Birdo deb bilbadoq. Aldı bilan maktab kirsak hech kim yo'q ta'til. Bizning sho'jani izdasam uyda barkan. Mushta gap deb chaqirib chiqdim uydan. Ash maktabning ichida uyi. Tanjang ko'rishdi, maqizolni biz ektidigan bo'ldik. Qarmay naqsul umakka, naqshchilikqa olamiz. Sizlar qanday qaraysizlar, qo'l qo'yib berang deb iltimosning ustiga nimqandi. Bizga ma'qul deymiz, endi nay nim deydiki sizlar aldı bilan nayniki boshlig'ini izdanglar. Depti shu kunolam berib Şenjan ishxonasiga kirsak unimidi. Nimishqa? Sizni yenib chiqdik. Biz san'at umakni qayta qurmoqchi. Naylik umakni qayta asli keltirmoqchi. Shunlashqa bu qizni bizning planimiz bor. Bu qizning ota-onasi bizningki nayga xizmat qilgan. Shunlashqa biz bu qizni ap qolamiz. San'at umakka iqtidori bor bu qizning debdi. Toza yig'labdim ashada. Qanday qilma, men boramsam qanday qilim desam, to'xtang. Ishxonasini yenib chiqdik. To'xtang, atlikka. At deganda siz uyga lam kiring, bunda yig'lisingiz bo'lmaydi. O'zingiz birinim deb kiring dedi, ma'qul deb. Kirsam at deganda uyda bakin ko'rablam yig'lab ketdim, mening qo'l qo'ypaslar. Bo'lmaydi, qarmay ketmaydi deb qo'l qo'ypamsiraman bu yerda o'qimayman. Mening o'qishim nobut bo'ldi. Yig'lab ketdim, qor yomg'ir to'kilib ketsam shuni ayoli. Bu qizvalning shunchalik orzusi va ekan qo'l qo'ypaslar bo'libdi. O'zini ashada tavlab yetishdi sonda boshladi. Bu noya boshliqlari nimada shu ma hisobda? Shu vaqt ashundaqdi. Supan yeng qurilgan vaqt har bir noilada supan sinib qurilib ekan shu vaqtda biz to'g'ri kelib qolgan. Keyin qarmay naqshsul o'mikaga ketdingiz. Qo'l qo'yib berdi, xo'shligimda atslam meni Tanjang elibli mangdi. U yerda qanchalik xizmat qildingiz? 30 necha yil. O'siz qarmayda turibsiz-da, unda bo'lsa. Unda bo'lsa Chunyang yin shuyancho, ashada bir o'qigan bir tarixingizni men bilaman. Har millatdan tarkib topgan bir neft san'at o'miki u. Bularniki o'yin qo'yish vazifasi naytijikka. Bir oyda yoki bir yilda manchi maydon deydigan shunday bir vazifasi bor ekan. Usulchilar cheklik qo'ygandan keyin mening usulga chiqadi. Usul deydim, usul o'ynayman, ham leper o'ynayman, ham dutta chalman, shunday qilib numurlarimiz biydi-da. Shu munosabat bilan 82-yili bizning o'makniki rahbarlari bu qizni muntazam bir tarbiyalayli deb yana bir qo'yziq qiz bilan meni Jongyang Yingyo'shu yanga avatdi. Bu yerda bilim oshirdiingiz hisobda. Bilim oshirdim. Qancha yil? U ma'lum kim desangiz, chet eldan kelgan Sabibala degan naqshning
bütün Ruti asaslık nakşısını etkan Yepeyin degan malım. Şu malımның қолıga düştüm avazda. Bu malımdan heptede 3 qitim gangçing benzo alımız. Aşında qılıp qalğan vaqtda özümüz vaqırap yataqның içinde aş malım ötken dersine etsam, mening avazım biroq yo'q qarang. Vay men qanday qilib burun aytgan akşamma aytamadim, men qanday qilib deb yataq kirib yig'layman. Malımga dedim, o vaqt qanday gapni bilmayman. Loshi va shiying bu shing desa, zala dedi. Shiying chu bilaysam, men ugatga yo'l bilan mangsa. Sening hozirgi ovozing ilmiyatligi yo'q ovoz. Shu changda wagini jawda ne tiyolu ne jawzo. Nafas bilan aningdiki mangsadi da ma'qul deb. Shu ma'lumning deppaga yo'lnish bo'yicha maqdim 3 oyda ovozim rasmiy chiqdi. Chiqqandan keyin yataq kelib duttani ep kelgandim rasuluturimni. Osh o'zimning aytayotgan naqshlarim bilan bayliqi fanfani birlashtirib aytib baqsam shundab chiroyli chiqyotdi-da. Berib ma'lumning darsini elib ovoz fashion qilib mashg'uldasa yana bo'lmayman. Ne yo'llan changli deb ashta xafalaydi. Zada qanda bosmuş ma'lumni yo'lda menga aytchu. Bir gap bo'la bir yerdan chiqam deb. Shu oraliqda 20 yildan jiqroq vaqt uygandim. Idoramningki o'yin vazifasi to'shab qolgandan keyin bizning vaqtimiz to'shdi deb bizni chaqirib ekatdi. Anqchi men 8 naqshga tayyorlik qildim. Ma'lumim shuni ko'lendimdiq endi. Ko'l qilib ügütib qarmayıq bağandan keyin sen mushu naqsh bo'yicha men ugatga ovoz bo'yicha xuybaq qilsa deb bizningki shuncham buning boshliqlari, o'makdagi xizmatdoshlar, bizning tanjanglar hammasi o'tirib bir boshdan aytib 8-10 naqsh degan budungday to'lab qarangsiz. Shunda yuqori bag'ga erishdim. Demak, shu 20 yil o'rganganingizning natijasi chiqib bo'ldi. Ovozim chiqdi qarang. Kichik inchik ovozdan to'miyib, u vaqtda biz yoshda qanchalik qayoqqa vaqirsak shuni burilib mangadigan gap. Rahmat. Unda bo'lsa da bu dutta bilan degantingiz ko'z oldimga kelib ketdi-ku, dutta tutgan holatlari Faridadanning. Mishada naq maydon bir naqsha dutta naqsi anglab boqamdiqmiki deb o'ylab qoldim. Ha? Bir pad aytsangiz bo'lamdi dedi. Mushu duttani ismga olsam mening bir rahmatli dadam bilan akam ism keldi, cho'ng akam. Dadam tugab ketdi, yoshlam tugab ketdi dadammi-chu. Kesal sababidan. Apammi tugab ketdi. Ashuna bilan rahmatli akamning qo'lida tarbiyalandim. Shu akam meni yetaklab ta hozirgi kunga kelgacha akamningki ta'sirida. Mush kunga kelyapman. Har bir duttani qo'limga olsam, shu akamning siması, dadamning siması ko'zim ko'rinadi. 12-13 yaş vaqtimda savaqdaşlarımdan uyga barsam, o vaqtlarda topshiriqni shu savaqdaşlarning uyida ishlaydik. Topshiriqlarimizni ishlab bo'lgandan keyin uyda dutta ba'lar bo'lsa, adash tachilib o'ynaydi deb, qilsa ma'qul deb dutturni chilib qilsam uydagilar, "Jep chiroyli chaldi ekan, ma qizalar, jep nimda ovoz chiroyli" deb boshladi aytdi. Ada unda qaysi naqshni anglaymiz? Xalq naqshlaridan adishim degan naqshni aytaymi? Voy, bo'ldi adishim. Voy. Adişim kalem kışım Vay derya bulup aktı yeşim Derya bulup aktı yeşim Şart qilib va'da biraydaday Oy sendin bilek yo'q adishim Şart qilib va'da biraydaday Oy sendin bilek yo'q adishim Vay mağrib hakim koyuptu Vay bevapa yar tutqili
yar tutqili şu yerim taşlap kesse jraqqa o yalğız qilib yig'li şu yerim taşlap kesse jraqqa o yalğız qilib yig'li Köynigim 8 tala Vay töti ala töti qara Men tixiye yar tutmadım da dey tutay desem yar bek tula Men tixiye yar tutmadım da dey tutay desem yar bek tula Rahmat, ovozing nimda payziyada. O'yladim anchamiz chap qo'ydi ekan sizda-da, anchamiz chalimiz. Rahmat eda, rahmat. Shunda xo'shalliqlarni beg'ishildingiz bizga. Bizlar emas, hozir ekrandagi nurg'un ko'rmalarimizni shunda hayajonlanib deb aytalaymiz eda. Xeyli yillar bo'ldi. Burun to'xtamaytdingiz, men ismini bilsam. Har yil bayram bo'lamdi, kechilik bo'lamdi, siz ba'li-ba'da. Keyin orliqlarda hamda bizlar bir to'xtab qolgan bo'ldingiz-da. O'sha necha yil oldi keyni vaqt ichida. Pensiya chiqib bo'ldingizmi-da? Chiqdim, yaqinda chiqdim. Lekin yana to'xtamay xalq uchun xizmat qilib kelyapsiz-da. Albatta. Ovozingiz yangrab. Ta oxirgi bag'chilik bu mening ovozim uzilmaydigan o'xshaydi. Ta tiniqim to'xtig'icha. Yaxshi ko'rish. Tiniqim to'xtig'icha. Muhabbat o'xshamaydi-da, haqiqatan. Bu san'atning ishtiyoqi, ajoyib bir to'xtamaydigan ishtiyoq. Noyta mikro issiq. Uning ustiga san'at bilan tug'ildim, san'at bilan u dunyoga ketim degandek chiqqan. Rahmat. Unda bo'lsa-da xo'sh, programmamizningki amsa 8 savoli bor-ku. Mush turmushingizga munosabatli so'raladigan savollar. Ada unda birinchi savol, hozirgi oila ahvolingizni tushunib baxsa qo'lamdi, qancha farzandingiz bor degandek savolda bu. Bo'ldi. Hozir meningki 2 farzandim bor, bir o'g'il, bir qiz. O'g'lim Qarmayda. Qizim hozir san'at shu endi o'qiyotdi. O'g'lingizmi Naqshsul o'migidimi? Yo'q. Yo'lishingiz Mamtum akamiz shunday qo'y. Ko'zdagimisan. Rahmat. Mamtum akamiz Shinjon Naqshsul o'migida san'at yurtida muzika atirtida ishlaydi. Ko'zdagimisan. Unda ikkinchisi, shu sahna hayotingizda yuz bergan bir qiziqarli ishlardan deb beramsiz. Masalan, shu Naqshid o'tgan vaqtlarda yuz bergan bir alohida qiziqarli ishlar. Esim keldi, deb bir so'rab qoldingiz. Voy. 95-yili. 96-yilmi bir Beyjingda o'tkazilgan lapar musobaqasi bo'ldi. Shu vaqtda bizning o'makdan 5 aylan 4 o'g'il, bir qiz men endi Tuanjan Abduqayimkan boshlab borgan vaqtda Jungyang Shiji shuyanning ichida musobaqa maydoni bo'ldi. U yerda Adila ablazni beribdi, andan keyin Xotandan Sudiyachan bilan Sulaymnikan beribdi. Qolgan boshqa o'lkalardan kelgan san'atkorlarmi bor, qatnashdik endi. Rasmiy sahnaga chiqqan vaqtda men mikrofonni bu cho'qim taqaq holatda deb ochiq mikrofonni taqab qo'yibdim-a. Etibdim kaygansini. 4 o'g'il bola oldida chiqdi, orqadan men chiqamanda chiqib endi naqshni birinchi ovozni boshlab bu ovoz yo'q. Apla, abay men o'chirib o'tibdim emasmi deb g'achchid oqimga o'rilib ko'ynakni qariplamanda yaga tistag'am jizisni. Qariplam vaqt mishagicha ochdim. Kaygan. Echitlam oqidan yugurib kelib laparni o'ynaverdim. Qarang bo'lmasa u rasmiy musobaqada o kuni. Qandam qilib o'qidim, ovoz yo'q, to'xtash to'g'ri keldi degan o. Bütün pastelqi ko'rmanlarga jonlar o'tag'an. Shu vaqtda ashunda bir qiziqarli bir
unutqısız bir iş bo'lgandi. Darhol o'zimning kallasi keplam kep oqiga ko'ynakni qarib ashu tegani ochdim. Shuning bilan alayda artist mukofotiga erishdik bizning lapar. Birinchi darajalik mukofotiga erishdik. Uningda u numurda xatarlik ko'rilmadi. Ko'rilmadi. Sezmay qoldi. Birinchi ovozlam güzel bizning qarmay deb boshlashimga ovoz yo'q. Deblam yugurib beriblam aqimni qilib ochdim. Ashning bilan naqshni bir kupletini o'tkazib yetibsiz-da. Bir kuplet emas. Birinchi misra. Birinchi misrali o'tib ketdi. Birinchi misra muzika bilan chanmay qoldi shuni bilan. Hozirgacha o'ylaydi ekansiz-da o ishni. Bizning balla degan voy, Tanjanbek nima qildi? Ash qarab o'tiribdi ekan birinchi ratda. Oplama ovoz yo'q deb mushta taj ketdi dedi. Shuning bilan oyadi faqat chanmidi. Ajoyib artist deb meni maqtab ketgan shu vaqtda. Shunda ish bo'lgan. Nurg'un. Bu hikoyalar, nurg'un hikoyalar bor. Hozir darrov esingiz kelgan shu. Shu isim kelib qoldi. Rahmat eda. Unda men keyingiga o'tib ketdim. Siz hozirgi yangida yetishayotgan naqshchilarni qo'llamsiz. Mushu naqshiga qiziqayotgan bolalarimiz yetilayotganlar bekchiq. Bek nurg'un. Asas chatdan biz san'atga qiziqdik, naqshga qiziqdik, bek yaxshi ko'ramiz, ajoyib amroq deydi. Lekin buningga men qo'llayman bularni-chi. Ammo lekin endi sistemalik tarbiyalanmasa, yanlam bir yerdan chinib qoldi ekan. Hozirgi bizningki uskunlarimiz taraqqiy qilib ketdi-chi. Zamonaviylashib ketdi. Bular endi o'zining naqsini unga elib, yasab qilib shunda chiqyotdi. Endi ba'zi o'yin qo'ygan vaqtlarda chiq uchirtib qolsiz. Uchirtimiz anandan keyin haqiqiy naqsh aytadiganlar, haqiqiy bir naq maydonda aytadiganlar sal azroq. Endi naq maydonda burun unga avaga nusxasini qo'yib berib, faqat og'zini to'g'rilab beradigan bunda ahvol ko'p uchraydi demoqchi-ku adasiz. Lekin sizdan birdan bir ularning kutadiganingiz shu kasbiy sapasini o'stasga. Kasbiy sapasini o'stasa, lekin bularga nayt aprin o'qiyman. Burunqi naqshlarni hozir bizning xalq qilib qolgan xalq naqshlarimizni aytyapti. Mening umidim endi aslisini tepib, asl nusxasini tepib aytgan bo'lsa, yana birga endi tekstlarga hurmat qilsa deysiz. Shunday bo'ladi. Rahmat. Naqsh sohasida siz bilan toza chiqisholmaydigan artistlar bormi? Boshqa qilonjumada. Yo'g'on gapsini bilib olmayman. Chiqisholmaydigan artistlarni men hozirgacha ko'rib baxmdim jumofkam. Yo'g'on bo'lib qoldi. Nemishqa desangiz, men unda qilmayman qarang. Men hammasini shunchalik hurmatim bilan yaxshi ko'rib anglayman naqshlarini, usullarini masalan. Men shaxsan o'zimda bo'lmagan ekan, men xalqni unda qilmaydi deb qarayman. Demak yo'q. Men unda qarmayman. Rahmat. Mush fursatda sizni yaxshi ko'rmaydigan kishilarga nima bilan degangiz bor? Yaxshi ko'rmagan kishilarga mayl yaxshi ko'rmasa deb ketaverma. Shunday bir ideya bor menda. Men yaxshi ko'rmagan bo'lsa, boshqa mening ko'rmallarim bor. Meni yaxshi ko'radigan. Naqshlarimni anglaydigan. Voy yaxshi ko'rsang ko'rma, nima desang-da, minqarim bor. Yani o'zimningki yo'lida menib ketaverma. Men kishiga yomonlik qilmayman. degan bir ideya bor. Demak edi, har qanday odamni cho'qim odamlar bo'ladi ekan, mukammal bo'lmaydi shunday qiladi. Uni yaxshi ko'radigan odamlar bo'ladi, yaxshi ko'rmaydigan odamlar bo'ladi, har xil laryanz odamlar bo'ladi shunday qiladi. Cho'qim bir odamni 100 odam bo'lsa butun hammasi 100 yaxshi ko'rib ketish notayin bo'ladi. Shuning uchun savol yaxshi. Rahmat edi. Yaxshi ko'rmaversin, mayli. U o'zining ideyasi. Men o'zimning yo'lda manaman. To'g'ri. O'zimning yo'l to'g'ri bo'lsa, o'zimning yo'l menib ketavermadi. Rahmat edi. Unda bo'lsa, endi eng oxirgisi 8-inchisi bu savol emas-ku. Abaytiyaqma ko'chilab so'rab baxtim savollarning orasida qarsam talantlaringiz bek chiqqan-ku edi. Mushu rol elish qobiliyatingizni endi ko'rdigan keldik. Mush ko'rmanlarimiz zirik qolmasin deyman. Ancha lekin unutib qoldimmi kefkam shu. Unutib qolsam shu qadar. Keyingisi. Qanday holingiz yaxshimidi? Tezxon yaxshimisiz? O'tiring. Mana azosimada. Voy bu nima bu? Ma iliq Nalilani kuchida, iliq Nilofer chi deb qonbisim tushirdiganqa. Bu qo'yiladi. Birini ko'tarib kirmasa bo'ldi. Yo'mda sattirdi hada sizni yaxshi ko'rmas. Sizdek ustozlarga hada. Siz
kim bo'lsiz? Men oldin qaytim tarjimonimni qilib qo'ygan, sizga bir avat berdim qo'ydim. Ha, naqshiga internet degansiz. Ha, shunda. O'makda bo'lsa bir ishlab qolsam. Siz qaysi uslubdagi naqshlarni aytasiz, masalan, xalq naqshlarimi, ommabop uslubdagi naqshlarmi yo qaysi turni ayta olasiz? O'sha moderak naqshlarni yaxshi ayta olmayman, deyman, o'sha mod uslubdagi. Unda bo'lsa, sizning o'zingizning eng yaxshi ko'radigan naqshlardan birini aytib beqnaq qani. Hazırlanmadı. Hazır. Sizden aldığınızda. Sattıramam. Oy. Bu yak. Yaxşıma bu. İmtihan atqanma? Ha, imtihan elib atqan. Siz İğniniz mi da bu? Oy, yo'q, iğnem emas. Bu deydi ama. Siz bu ne? Bu yak ne? Yo'q, adamım. Özüm yolg'iz keldim ben. Hada imtihanımız deb chiqirib qo'yibsizlar e'longa naqshiga. Voy, ukam bu yerga bir usib kirdigan yer emas, imtihon maydoni. Unda qiqib kirsiz. Voy, o chiqqan mata kirib yuribdi, adam yo'q o'xshaydi. Ham imtihon berayotgan bitta? Ha, imtihon berayotgan. Bera. Siz naqshingizni boshlayvering. Siz jim o'tiramsiz, chiqib turamsiz. Men anglab o'tiribni qanchaga aytadi ama u. Ha, bo'ldi, qani bir boshlab beqing o'zingizdan eng yaxshi ko'rgan naqshlaringizdan. Qapıma chiqib turamsiz. Voy, nda qildim ha, shapilab. Itta naqshini. Men modi qimroq naqshlarni bek yaxshi ko'raman emasman. Bo'ldi, o'zingiz yaxshi ko'rgan naqshlaringiz. Sizning oldingizda sal xijil bo'lib qoldi. Bu degan imtihon maydoni qiladi. Aytamsa, aytmas naqsha nimijiq gap. Boshqa aytmas naqshi deganni. Qo'shqsamay turamsiz ya siz? Ya, ishimni siqyapti-da, bu naqshi degan qash aytmam, jalliq emas bu. Deb o'rtasini naqsh bo'ladimi? Unda siz aytib baqamdingiz ya. Chota yo'q. Naqshi deganda uyg'urchadan boshlaymiz mana. Boshda moyoqdan imtihon elayotganman. Siz jim turib turing. Adaba. Aytamdan. Men ilqi yangidan moda olgan bir naqsh bor. Voy, qo'ya, bo'ldi, men o'zim aytman. Bu yangidan moda olgan bo'ldi, to'g'rishtirib. Bo'ldi, men aytib beray. Yarım gana erkek birim de. Kaydı bilmeydiğin balı mı ya? Ya onda ben şimdi sıkıvet deme o. Nakşırken kaşlı başlamam da konu diye ne dedi bu tabayımız da. Ha, ne nakşını etme Uygurca da. Eğitim onda olsa. Uygurcadan başla. Özem unda baram sen meni unda ayağına koyamsın. Manda nakşes to'xtang. Manda nakşesiniz qotandiki kalı qo'yilimi qechib ketijimi? Qanday nakşi bu? Muqam nakşilar. Nakşini buzmang ukam undaq. Siz ayting. Güneşni men uyan bir denizden semana bakmaylam tiçi kalemsen vakitsiz dünyadan ayrılıp kalsam oh kabremge baş koyup yaş tükelemsen Yaxşı ukam, yaxşı. Ya, da yaxşı emas bu Uyghur naqshi azroq mishnal biladi ekan bu. Siz qo'shiqsamay turing birdan. Ya, da bu Ma imtihon maydoni siz to'la aralashmang. Bu naqshi deganda bitta Uyg'urcha esil bo'lmaydi, da ko'p tillik o'rganish kerak. Men yana bir aytib baqing. Uyg'urcha naqshi ayttirganlikni aytdi emas, men Xanzurcha naqshini aytishimiz kerak. Ha, ayting. Anglab baqayqin qancha. Dangla. 难道你真的没有感觉到我对你说那么的重要？难道你真的没有感觉？ Bo'ldi. Bek buzdingiz. Bek buzma quloq buzilib ketdi. Anlash sezimi buzilib ketdi ukam. Azroq o'xshadi. Siz ayting. Aytalamsan ya? Azrak itbaqay akamdan ayta. 虽然你的人是我，你怎么舍得我难过？多
对你付出了这么多，你却没有感动过。 Yaxşı etdim. Ya de yaxşı emas, yaxşı deysiz bunu. Bu ma azraq bağmı ya? Ya bomede da o iki kıl til bilen nakşı bombaydı deyim ama bu ya nur olgan tillaba. Kazakça itanmaydı mı eğitime? Kazakçı mı? Eytan emsi. Kazakçı olsa. Doğulan gününüz der kuvaneş, doğulan gününüz der kuvaneş, doğulan gününüz der kutlu olsun, doğulan gününüz der kuvaneş. Bunday bir nasıl? Uy. İtalapça, Kazakça. Kazakça bir tane nakşı anılgan ben azraq sizge etip vereyim. İtbaka. Mümkünmez Kazakça itanmaydı bu. Sağındım oy deden al. Şanım mağa Bulut kurdum bir tollarda Damulağa Su menen aşanını Ah jalını Oğlak tavulunda Damulağa Mindi boylar Sama bu pesi bötke Mindi boyla Nösürde yesi ketke Mindi boyla Yüzünde yer tunsayı Mindi boyla Yüzünde mindi boyla Yaxşı etdim. Ya de yaxşı emas. Nakşı degen bana mandaq oludu. Bu nakşı emas, meni zanlı kuatıdı mende boylarda bu. Siz qandaq nakşını yaxşı görmekçi, qandaq nakşını yapmakçı. Ya ben ahango bol dedikin tekisini mi mende boylarda? Bunu mende boylayayım bunu. Bombaydı bu tekistige buluş gerek o ahang olsun olmaydı. Asta qaytib salamız. Ya. Da nakşılığım çok, yaxşılığım çok. Bu da aşu Hindistançı itanmaydı ama o. Eytana buptu Hindistançını qanda et. Hom teremin labirana ke sakire hom tekina kavacudum mera ab tom khiho zindagi ab tom khiho. Ya iter lavda. Ama nakşınızda bir buzuluş var. Ya buzuluş emas var. Asla neyimizsem olar. Siz eytana qenemdi. Endi içma. Küçük vaqtında bir anlab qilgan bir naqsham vardı, şunu bir asraq. Aytыңыз. किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी मेरी जान उस दिन मेरे साथ होगी मगर कब न जाने ये बरसात होगी मेरा दिल है प्यासा मेरा दिल अकेला जरा तस्वीर से तो निकल के सामने आ मेरी महबूबा मेरी तकदीर है तो मैं चल के सामने आ मेरी महबूबा rahmet Ya mavi xil bob qaldı ya da deyişlər kögədək. Bob qaldı emas, şunda yaxşı oldu. Yaxşı aytdık. Tekstləri hatta ba Hindistan çıxdıqan bəzə yerə axalını yaxşı alanmı da artıq. Siz nədə oxuyatsın? Ama Hindistanın Hollywood oxuyan da. O yerdə Bollywood var. Nakşınınki ahangını tüzlep kelip anandikin intan berіңіз. Bulamdı? Ya ben bir qıtım fırsat berin adam. En ahir qıtım. Ahanglarınız şunda yaxşı emas kulak muşuğandek anlanır. Ahangın notisini etitme emdi. Hiç kim adorab. Ben emdi Özbekistan'da bir taklid qıp oynagan bir nakşam var. Bu nakşini emdi menden başka adam etanmaydı. Bu qarasam bu Özbekçe nakşı etanmaydigan çıray. Eğer miş Özbekçe nakşini sen etanmasan, men yengem bilme. Hesapma. Aytыңыз. Boy vecce bişeni kemireni boy vecce ama boynasam boy vecce bişeni damran boy vecce kişem yok boy vecce bişeni demireni boy vecce ama boynasam boy vecce bişeni boynasam ay vecce
Sen buraya yok. Mene kesim qozg'ulib ketdi. Qanday naqsha bu? Naqshi degan tushunmaydigan odamlarni qizg'otib. Siz ayta olamsiz mana naqshini? Mushu naqshiniki asl nusxasini aytgan pojalarning go deyman bu, ha. Qanaqsa bir tal naqsa men o'zim yaxshi ko'raman. Aytasiz. Bahor kelib, juda gullaganda, ashalari qo'nar ekan gullarga, sevgi xumor salom sevishganlarga, ishlar qalay, privet janonalarga. Yaxshi. Manda aytdim. Yaxshi bo'lganligi men bo'lmasam bile aytishpamsam o'z yog'iz tamomlanmaydi bu raqslarni. Hocam, Bumi bo'ladi ekan, lekin shu sal jonliq emas ekan. Men sizga deb qo'yay ukam. Naqshi deganni ahangni yurakka tekkidek ahangni tuzlab kelib, andan intan bagil qatnashing. Bo'lamdi? Hamda qiziqish bor. Bu ahang degan vaqtlar kelganda kompyuterga saptiraq turib tanishayotgan bo'ladi-ku. Adab 2000 ko'ynan şey aytgansan. Lekin rosa işte qilib. Ma tushundikam ama. Tanishayotgan bo'lgan bilan biz anglarmanlarningki hamda ko'rmanlarni oldiga olmaydi. Uqdingizmi? Mani toza qilingizda cho'nqur his qiling. Bo'lamdi? Bu tanasiyar xalqimiz unga ilib qo'ypagan ovozlarni yaxshi ko'rmaydi, ham yoqtirmaydi, haqiqatni anglaydi. Uqdingizmi? Unda olsa da telefon nomerimni ya qoldirib qo'yay. Tasadduq maqlanma bir o'kinni qayshlar bo'lsa dikkil chanqu qilasiz. Men shu zaman tushumi? Men dedim-ku sizga. Siz qaytib turing. Ügünüp anandaki mening qishimga keling. Siz telefon nomeringizni qoldirib qo'ying. Rahmat edi. Rahmat. Ma'qul. Bunda tanimaganim. O'tiring, men deydigan gapim batdi. Desa, Farida Mamtadam bizniki ustoz san'atkorlarimizdan biri. Cho'qim abaq talaffuzingiz to'g'ri bo'lmay qoldi-ku. Endi o'sha oxirida Farida adamning og'zidan bir atal naqshini atoydan kelganki anglab ketsak deb. Shunda bo'lsa bulamadi tovanchilik bilan bir so'rsak. Sizlardan intam olimi deb kelib o'zim aytib ketamanmi? Qanday bo'ldi endi? Uzun yillardan beri ekranda ko'rib cho'ngildik ada. O'sha bo'lsa mush fursatda bir anglab olgan bo'lsak. Ha, aytib turing, bir nazlanmay, ko'chaga olib o'tirib kelganda bu jar chiqmasin. Bo'ldi. Ha. Abay talaffuzlarimsan qattiq chiqatdi ukam. Ya qaplash yo'q ada, ganjing ballar qo'y. Qaysi naqshni anglaysizlar? Ajiliqi siz aytgan Shixabog bak amroqdaman. Shuningga. Sizlar shuni anglaysizlar. Yoshlar yaxshi ko'radigan naqshlardan, Shixabani aytamdim. Mesela Şihabadın öttüm ben, öttüm ben. Taş üstenge taş atmay, taş atmay. Şihabadın öttüm ben, öttüm ben. Taş üstenge taş atmay, taş atmay. Ömrüm şunda ötem o ya, ötem o. Seni hiç kimge okşatmay, okşatmay. Ömrüm şunda ötem o ya, ötem o. Seni hiç kimge okşatmay, okşatmay. Oynayman baranlıkta, baranlıkta. Yaşlıkta, saranlıkta, saranlıkta. Gece bolsa yatmaymen, yatmaymen. Derezen
yatmayman. Mana kecha bo'lsa yatmayman, yatmayman. Nakşam bilen küyleymen, küyleymen. Rast gepingni itqina yar, itqina. Men bu dertni tatmayman, tatmayman. Rast gepingni itqina yar, itqina. Men bu dertni tatmayman, tatmayman. Üzümden derdini az dep, az dep. Senin derdini tatmayman, tatmayman. Oynayman davançında, davançında. Ardo çozu hançında, hançında. Ardo çozu hançında, hançında. Rahmet eder, rahmet. Ahırıq təlifimizni orunda bədiniz, rahmet eder. Sizler etkan tilla mavkamsal buzub koydu. Şunağa hayacanlık gitip eğitip saldım. Keçirisler. Yaxşı eğitanmay kaldım. Dərsi azınız oğudək. Ders alsanız ama şu italaytım hem de adımız yaxşı yetirirken bundaki hem tırışma var ders tükettim. Yox, da olsa. Bozuktan emse yaxşı tırışırsınız mı? Aslında çokum ötüp gitsiz imtihandan. Rahmet. Qızğınlığınız bək yaxşı ekanlikin. Siz texnik tırışın ufkam, siz imtihandan öttünüz. Ay, rahmet. Bundan keyin sizga xabar qilamiz. Sizmi cho'qim o'tib ketasiz. Telefonimni ham qoldirib qo'yay. Bo'ldi. Yezib qo'yamiz. Men aytib olaymi? Sizlar telefon qilsangiz bo'ldi, jo'ada. Ha, bo'ldi, men sizga xabar qilaman. Rahmat ederim. Bo'ldi, ma'qul. Rahmat eder, rahmat. Qila oldingizmi mana? Qo'polroq bo'lib qoldim, ha? Shu bir obrazda ada shundaqmi? Oxirida naqshingizni tiqib zo'lablar mana. Mencha yaxshi bo'ldingmi? Tayyorlik siz aytib tursa-da bu. Faqat ekrandagi ko'rinmalarga azroq bir qiziqchilik bo'lsin deblam o'yindiq ada shundaqmi? Tabiiylik ketdi. Tabiiy bo'ldi. Ha. Tayyorlik siz olganki, shunchalik bo'lganki bo'ldi. Yaxshi o'rindinglar. Yaxshi o'rinlaydi, asta buzadigan yerlarni bek yaxshi oldi. Bu talantda bu mobil. Talibon bir xil talant. Buzib yetishmi ada shundaqmi? Kuyga tushmay naqsh etishim bir xil talant turdi. Ras kuyga tushib naqsh etgan talantlar bekchiq. Kuyga tushamaydiganlar bek oz emasmi? Shu oz narsalar a'tvorli bo'ladi. Ko'ylab qo'dildi. Unda bo'lsa-da, ma bosqichlarni o'tab bo'ldik, sizni muassasatdan tushunib bo'ldik ada. Turmush ahvolingizni bilib bo'ldik. Echilmagan sirlar asosiyatdan qonmidi jo'ada. Endi mush ko'rmalarning kayfiyatini sal bir ko'tirish uchun biz shu programmamizdanki ijodiy o'yinlardan bir so'g'ana shu quloqqa tinchig'ish taqib so'z tepish o'yinini o'rlashtirg'adi. Sizlar bir o'ynab boqaylik deb taqozo olishyapman men-ku. Bo'ldi. Şalban geldi. Voy. Operat. Ha? Operat. Aparat. Oy. To'g'rimi? Uçar. Ha? Uçar. Qarang og'zimga. Tik uçar. 5, 4, 3, 2, 1. Anlayamadım. Bekçen mavu. Süverek. Ha? Süverek. 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 Traktör. Ha? Traktör. Traktör. Şişhal. Ha? Şişhal. Kristal. Yok. Şişhal. Şişhal. Fatime. Fatime. Malima. Malima. Fatime.
Mali. Fatime. Fatime. Gülçi kız. Üçgezek. Gülçi kız. Ülisiz. Gülçi kız. Gülçi kız. Sorma. Gülçi kız. Gülbergi. Tögmenci. Gülbergi. Gülmerem. Emes. Gülbergi. Man tapamadım. Gülbergi. 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 Ha. Hasiyet. Alamet. A. Hasiyet. Isınma bu. Hasiyet. Oldu mu? Oldu. Tanıştık mı? Tanıştık. Ama şu belgeler cümlemse. Bir dille kılamdık ya. Üçten kılamdık. Şıto cansı. Bu. Doğru çıkır. Ne bileyim. Toxtan ha, yana bir qatım. Şıto cansı. Bu. Ber sizden. Ha. Şıto cansı. Bu. Şıto cansı. Apla. Hadi futboldan qarab turib meni. Oş utulup qaldınız. Onda olsa adam şu Çolpan geldiği programımızdan 2021 yıllık tajdorligi Nalilaniki emasmi? Nalina sog'lomlik mahsuloti. Cho'nglarga mos keladigan, ayollarga mos keladigan, erlarga mos keladigan, kichik bolalarga mos keladigan har xil sog'lomlik mahsulotlari bor-ku. Sifati haqiqatan yaxshi menayotgan. Shuningga sizga mo qimmatbaholik, sog'lomlik yurishlikini so'g'atlik qilamiz deb qabul qilgaysiz. Nalina markasiga. Rahmat. Unda bo'lsa, men sizdan so'raydigan savollar hamiz oxirlashib qoldi edi. Hamda mushu naq maydon qadam tashrif qilgan go'zal qizlarimiz, anki bizdan mushu top vakili sizdan bir necha savollarni so'ramoqchi. Hozirgi bosqichda. Shularga astoydillik bilan javob berishingizni umid qilamiz. Bo'ladi. Marhamat. Adam turdashlarning bir qancha savollari bor ekan, men undan bir qancha hep so'rab qo'yay. Bir to'rdishimiz debdi, siz turmushingizda kasbdan boshqa yana qanday ishlarni qilishni yaxshi ko'rasiz debdi. Tamaq etishni yaxshi ko'rmak qara. Har xil tamoqlarni etib boqma uyda. Uningdan sirt uyda gangching ba. Ovoz mashq qilib bo'lgandan keyin birdam dutta chep boqma. Birdam gangchingni tarang'itib ovoz mashq qilma. Chiroyli naqshlar bo'lsa, hikoyalar bo'lsa anglayman uyda. Asosiyatni turmushimni sevmayman. Yana kasbga munosabat qilishni yaxshi ko'rasiz. Bunday qatachaylar berib, yoki diba-pibalar berib. To'lisam da do'stlarim, yaqin yo'riqlarimiz memaga chaqirdi. Uya chaqirganda bormasak bo'lmaydi. U yerda shu bizni ko'sa naqsh anglig'is kelib ketadi ekan do'stlarimdan. Mushular xush bo'lsa, mening xushonligim deb bilaman. Ashunchalik endi hayajonlanaman-da. Texmalqa ovozlar echilgandan keyin texma aytib bergim keldi. Mushu mening turmushim endi asos jihatdan. Rahmat edi. Yaxshi ko'raman. Rahmat edi. Yaxshimisiz-da? Yaxshimisiz. Nalina sahnimizdenki Çolpan geldi programımızda sizden yüz canlı çalışımda intayım bakışalman. Menki Şincan Barına Soçak Mesajçılık'taki sağlamlık yetekçisi Aygüzel'den hemenla utluk salam ve ali ihtiram. Sizden bir çalış olsam, meneki küçük vaktidan başlap, aklım kelgenden başlap, şunçilik yaxşı gördük, çoğunlarım şunçilik yaxşı gördük, aklım kelgenden başlap hatta 5-6 yaş vaxtlarımdım. Bir heyt bolsa, bir hafta ilgiri şunçilik leperlerinizden, şunçilik nakşilerinizni anlagan. Hem el şunçilik söygen, elini söygen bir ustazımız. Hem de nurgun kişiler bizdenki sırtkı neticemizi gördü. Lekin bizniki şunçilik cepalarımızı gördüğüm intayım pek az. Yani şu vakit neyse sizniki zarlangan vaxtlarınız boğan mı? Bu sualınız. Mesela kesipten vaz keçip ketey dep oylagan vaqtlaringiz bormi degancha? Ayırıp çarçıga işlarni aytib köp. Bir kunda qarang, 4 meydan oyan qo'ygan kunlarimizning batdi. Balki yuzimizda et degan saharda qilib olgan kirim ta kechgacha kechidik eng oxirgi oyanni qo'yg'ichilik yuzimizni yuvib boqmagan vaqtlarimiz bo'lgan. Shu vaqtlarda ajab bir ig'ir keldi mush ishlar. Qachonmi tuga ichkiriga bizning neftliklar bor-ku, ichkiri o'lkalarda. Shu yerga borgan vaqtlarimizda vazifani ishtik tugitimiz deb kunni kechdi qo'ysak yetishmaydi-chu. Masalan, oldingi hisobda ishlayotgan ishchilarning ol so'rash yetishmaydi. Shunlashqa kunduzi
3 meydan yoki 4 meydan o yanına qo'yib, kechida o'zlarimiz deganga gada chiqib, o yosh vaqtlarimizda. O vaqtda moy girimlar bo'ldi. Shu vaqtlarda ajab bir mush kasm tanlab qopdi ekanmiz. Voy deb girimni jumay uxlab qolgan vaqtlarim bo'lgan. Bu xil hissiyotlarni men tushunmadim. Lekin açtaq deydi, ikkinchi qilmasman, ikkinchi bunda qatnashmasman deydi. Lekin 2 kun, 3 kun o'tgandan keyin yana boshqa unutibdi o kalımızı silkib tutlam yana girimimizni qilib chiqtayverib to'xtab. Bu birisiga kichkinam alqaddamanlik bu o'kinishda. Shunda deysiz, o'ylaysiz, lekin ichingizdan tashlayolmaysiz. Bu birisi. Siz shunda vaz kechay deb turgan vaqtlarda biroz kelib, "Voy, Farida da men sizning naqshingizni bek yaxshi ko'rdim. Voy, siz bizdan onda cho'lpinimiz, bunda otalik ortisimiz." degandan keyin bu boshqacha bir xil yana jon kirdi. Yana bir jon kirib to'xtab tura. Ajab, mo'shinchilik meni qadrlayapsa, men nima qilib bunda solishib o'tirmay deb yana jonlanib qaytadan aslim kelman. Mushunday bir inson ekanman. Rahmat. Salam Farida, salam riyosatchilar. Salam dedingizmi? Salam dedim. Salam Şinjan Berna Sochak Shirkatining Cho'lpon keldi programmasiga qatnashgan barliq vakolachilar ham ekran oldidagi barliq ko'rmanlar hammanglarning hozir vaqtinglar intayin baxaylik bo'lsin. Men Şinjan Berna Sochak Shirkatining lider yordamchisi ham tarmoq shirkat mas'uli Ajmal xonimdan hammanglarga o'tliq salom, oliy ehtirom. Farida, men burundan men aqlim kelgandan sizniki naqshlaringizni bek yoqtirib anglaydim. Ovozingizning bundan keyin üzülüp qalmay yana chaqnab turishini umid qilaman. Texmi go'zal, texmi sog'lom bo'lishingizni umid qilaman. Men sizdan bir savol so'rab qo'ysam. Bo'ldi. So'ra. Sizning yana bundan keyin yangilik asarlarni ro'yobga chiqarish orzuyingiz bormi? Albatta bor, ukam. Yangi ijodiy naqshlarni aytqim bor. Shuningga tayyorlik qilyapmiz. Bir necha naqshimiz bitgan. Shuni bir MV'sini ishlabchi, bir tarqatmoqchi. Shuningga tayyorlik qilyapmiz. Voy, muborak bo'lsin. Rahmat. Bundan keyin texmi go'zal, texmi sog'lom bo'ling, umringiz uzun bo'lsin, oilangiz texmi baxtli bo'lsin. Rahmat, ukam. Bugun kelsin. Rahmat. Yaxshimsiz Farida? Yaxshimsiz riyosatchi? Yaxshimsiz. Farida endi bizning ustoz san'atkorimiz sizning shu Cho'lpon keldi programmasi orqali yuz ko'rishganligimdan shunchalik bak xursand bo'ldim, bak hayajonlandim. Qisqasi, men bir naqshchi bo'lish sifatim bilan sizdek bir ustozimiz bilan tarqanda o'ltirish fursatidan shunchalik bak hayajonlandim. Rahmat sizga. Abayınızı oxumatdıq emasmi? Shu naqsha aytidi ancha muncha. Meni asli xabarim bor. Yad otasi. Mishat ikki misra anglab qoldik ya. Anglayli. Ya bo'ldi ilk maychi ustozimizni oldi. Sat turamiz. Yo'q, aytang, ishtamaydi. Bir kupletda. Ondan sonra menimki shu 2-oyning 14-kuni shu yillik ijod qilgan ijodiy naqshlarimdan yo'qolsin. Ya yo'qolsin emas. Ağacınızın derdi köp temizlik naqshamni taqatdim. Tamam. Aytga. Bu bir yumurluq naqsha. Oldida ayollar temizlik naqshamni taqatdim. Ayollar temizlik naqshamni shu Aptap studiyasiga Mehmetmin Mamut ustozimiz ishlab bergan. Ondan keyin shu 2-oyning 14-kuni bayramda ağacınızın derdi köp temizlik usulluq ijodiy naqshamni taqatdim. Ben sallallahu girelim. Köydümdü mən yalvurup, başlarımni qaydırıp. Köydümdü mən yalvurup, başlarımni qaydırıp. Nima qilmoqchi siz yigit, xiyolingdan azdırıp. Nima qilmoqchi siz yigit, xiyolingdan azdırıp. Mayli elcha keltiring, zilcha atlas kiydiring, azilcha atlas kiydiring. Gelmeymen kechiring, dedi köp açыңызның. Gelmeymen kechiring, dedi köp açыңызның. Müşçeklem eytir. Mama buldu ki. Müziksiz oğaşqı sel qamlaşmay qaldı. Muşunu anglaymiz. Muşunda sap. Biz Ço'lpon keldi programımızdan bir alaylıki. Mesela ki Farida adamdan benzoğu naqsh etmedi o mesela. Aslisini anglaymiz. Aslisini anglaymiz. Şunda yaxshi oldu cuma. Mana naqshingiz amdidan boshlab qo'l oldu. Maşallah. Rahmat. Rahmat.
Moshni hamda izlab tepib, ochingizning dardi ko'pda besbaqida. Birinchi bosi bo'ldi. Bosi bo'ldi. Erkin deb chiqdi. Voy, rahmat. Programmamiz program orqali ustozimizning oldida hurmatsizlik bo'lib qoldi. Ustoz, kechirim so'rayman. Sizdek mushlar naqshlar chiqib tursa hammamizniki mushu san'atimizni beyitishga foydasi bo'ladi. Bizmi qo'sh yo'limizda. Bizmi deb qo'yaylik ikkimiz birga. To'g'ri. Men yaxshi ko'rdim bu naqshingizni. Yumoristik naqshga. Budama valini chiqarang. Akangizdan dadi ko'p deb qarang. Bu ketin vali ustozdek. Konferan yaman. Oldimda bir ijodiy naqsham bityapti mani. Dilshod Avamisdim. Ustozimiz ishlab turayotgan. Uni ikkimiz aytib beramsiz? Aytmay turaymi? Ijodiy naqsham. Rahmat. Rahmat amallaga. Sizga rahmat. Yaxshimsiz Faridada, yaxshimsiz Nurali. Men Shinjang Barna Sochak Paslash shirkatining shirkat oliy hamkorlashuvchisi, shundaqla Qarqash noya tarmoq shirkat lideri Aynur qizining minglarga sig'inib turib, 30 salom va oliy ehtiromlar bo'lsin. Rahmat singlim. Bizningki kasbdoshlar hamsi Faridadamdan savol so'rabdi men. Riyosatchimiz Nuralidan bir savol so'rab baqsa. Mana yaxshi. Nurali, sizningki bir naqshingiz bor. Birimiz qirinchiq. Men bak yoqtirib anglayotgan bir naqshingiz bor. Love you ma. Kichik vaqtlarimda bir taqatgan bir naqshtirim bor jumada rasman. Shu, men anglagan. Rahmat. Love you, I love you dedim. Shu naqshini nim sababdan o'qib qolgan shu naqshini qanday bir sabablar bilan ham ijod qilgan. Uniki raslamada ayliqmanchu o'zim ancha-muncha kasbiy ijodiyatchi qatorida sanalmasammi, lekin ancha-muncha tekst yozish, ancha-muncha ohanglarni o'zim ishlash degandek ishlardan o'tganda bir qiz aytg'usining ijodini Sarvar Shavkat. Sarvar aytdi to'g'ri. Yaqinda menni degan naqshba qo'l oldi tekstni yozganda. Asta ancha-muncha bu mening endi qiziqishim, yuragimdagi iqtidoringiz bor ekan. Rahmat edi. Endi o'zimni undaq kasbiylardan tanlashtirib olmayman hargiz. Lekin shunda bo'lsam tirishib kelyaptim emasmi? Xeyli yillarning oldida taqalgan bir naqshdi bu 2013-yilga deyman. Shu menda stop anglagan vaqtdan tortib yoqtirib angladim. Uni nimishqada love you I love you deb bir şey İngilizce. Varliqim sen love you I love you. Manda aytgan desa, mening asli kasbim o'qigan kasbim ingliz tili. Shu hamda men ingliz tilida ancha-muncha savodim bo'lganligi uchun manda qo'shib biroq yozibimda bir yangichirak bir narsa bo'lsa bo'larmikin deb o'ylab yozgan. Uningda boshqa maqsad yo'q. O birasiga kuyib qilib yozgan unda tarixim yo'q. Mumkin bo'lsa shu naqshingizdan bir kuplet o'qib beraman. Men abay aytdim-da. Buni aytmagansiz. Uni aytmadingiz. Hamma hozir qaranglar. Qayta Tunji ko'rib qiliblar, elib ketding yurakni, savdo qilib qiynablar, yurding meni har kuni. Love you, I love you, barliqim sen. Love you, I love you, bir donam sen. Love you, I love you, izhar sevgim. Love you, I love you, öşmez mengü. Rahmat. Endi darhallama tayyorliqsiz holatlamaz riyosatchilikdan naqshlik o'tib ketib qoldim chu yerda. Satga oldimda. Yo'q. Bu ishning mushna tabiiy bo'lgani yaxshi-chu. Night tabiiy chiqdi ovozingiz. Bak bu doktor aytdingiz-mi sizni? Lekin rahmat savollarim. Rahmat. Rad bo'lmay javob berdingiz. Rahmat. Bundan keyingi ishlaringizning o'ngishli bo'lishini shu Cho'lpon keldi programmamizni bundan keyin tashlab etmay texmi yaxshi holatda abmag'ishingiz uchun ko'nglim. Rahmat. Tunji ko'rib qiliblar, elib ketding yurakni, savdo qilib qiynablar, yurding meni har kuni, jalb qilar jamolim,
Yaşaydım günde oyun bir kızda Güzel tatlı çamalda Yine görsem ben onu Güldüreyim ben sevgimi Love you, I love you Varlığım sen Love you, I love you Bir donem sen Love you, I love you Ishar sevgi Love you, I love you Üşmez mengü Rahmet. Salam, ekran aldiki barlıq görürmənlər. Mən Şinjan Barna Soçak şirkətiniki, şirkət Ali həmkarlaşqısı, şundaqla Ürümçi Tarmaq şirkətininki lideri Məlikə xanımdan həmmənlərə mehirlik salam və ali ikramlar olsun. Əlbəttə sizni bizlərimiz şunçilik yaxşı görürüz. Biz kiçigimizdən naqşlarınızı anlap çoğ bolğanda əmdə mənənki oylaydığım şəxsən xalq naqşlarını yetişməkərək yaxşı görkənmə özüm. Bəlkə mənənki xarakterim şuna düşüş kerak deyə oyladım. Məsələn bizə oxşaş şu naqşı kəsbigə natınış bolğan kişilərinin naqşıdan yaxşı bir nəticələrə erişiş imkaniyetimiz bulamdı. Demek siz naqşını bək yaxşı görürsüz. Ügensem davamlaşdığıl bulamdı deməkçim ha. Naqşı etiş nimeniz nereden nergçi mesela? Bek hukumen diyemeyim ama hukumayım lekin ilki özümdenki şu xalq naqşlarını etqa vaqtimda davamlıq etib ketiblan tekisini tutqalmayçı. Nefes sıkılıp qalgan. Nefes sıkılıpcan aşna bo'lib qalmayamdı. Şununğa so'rab baqdim. Buni endi bek qiziqsınız. Muntazam naqşı muallimlardan ders alsanız buludu. Ders elib ayrıldı. Mesela nefesini kontrol qilganda ovoz qaymaydi-chu. Çoxum nefesini kontrol qilib turib, endi yurakdan chiqirimiz. Bek ügün men deseniz ustaz tutsanız buludu hem de ustazlar jiqqo. Sizlam tutsum ya. Meylimi? Eğer sizni ustaz şartiga erişadigan bo'lsam haqiqatan armansız bo'ladim. Qani programdan tushganda paranglashaydi. Buni rahmat Armag'aysiz. Altın tininiz aman bo'lsin. Shunday go'zal yangraq ovozing'iz mangu yangrab tursin. Rahmat. Ailangizlarninki altın tin aman bo'lsin. Baxtli bo'ling, salomat bo'ling. Teginiz kelsin. Rahmat. Dilekler birga olsun. Rahmat ada, bugun qimmatli vaqtingizni ajratib, mana bu programmamiz qadam tashrif qilib, nurg'ulg'an yaxshi paranglarga erishtirdingiz-da bizni. Ham ko'rman do'stlarga yaxshi aktiv energiya taqatgan bo'ldingiz. Buningdan ko'rmanlarga vakolatan, naq maydondagi tomoshabinlarga vakolatan chin qalbimdan rahmatimni, tashakkurimni bildirmada. Rahmat sizga. Sizga rahmat ukam. Sizga rahmat. Rahmat ada. Mush ko'rib o'tlagan mush naq maydondagi sing'illarim, operatorlarga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Sizlar charchidinglar. Endi mushu sharoitni yaratib berganingizga chin qalbimdan rahmat aytaman ukam. Voy rahmat ada. Bizdek san'atkorlar endi ko'p rahmat. Shunday bo'lsa, mushning ichidan Farida dadamni mishak taklif qilayli deganingizga nayt xush bo'ldim. Rahmat. Rahmat ada, rahmat. Harmag'aysizlar, inim. Rahmat. Oxirgacha 2021 yillik Cho'lpon keldi programmamizning tojdorligini Şinjan Barna Soda Cheklik mas'uliyat shirkati alayda qo'llagan. Güzellik, perdişli gözlükler, sağlam hayat, Nadillalı sözleri. Hayatga ümit berişliği Nalina yürüyüşlükleri. Analıqның sehri başqacha bo'ladi. Analıqның nazokati har vaqt sağlamlıqda bo'ladi. Manga sağlamlıqni ado qiluvchi Nalina ayollar sağlamlık joylari. Programmamizning riyosatchilarining kiyimini bo'lsa, Miras kiyim-kechak madaniyati cheklik shirkati alayda ta'minlagan. Bovlardan miras, tog'dek qomatga qiyos miras kiyimlari. Faridada, mush ko'zim qiymavotida doim program oxirlashay deb qolgan vaqtda xo'shlashqim kelmaydi qarang meningcha. Mushtal oxirlashib ketadi deb, lekin u hamda sizlar biz bo'lgandagi bundan keyingi sonlarga meni chiqsizg'o. Taklif albatta. Bu albatta taklif qilmay bo'lmaydi ada. Bundan keyingi mayli kasb jihat kishilaringizlamda oila turmush jihat kishilaringiz bilamda zo'r utuq natijalarni mushunaq maydondagi tomoshabinlarimiz mamiz tilida mamma tilaymada. Eng muhimi salomat turishingizni umid qilamiz ada. Rahmat, mush tilaklaringiz birga bo'lsin ukam. Siz salomat bo'ling. Unda bo'lsa ada, mush eng oxirda bir talabim bor-ku. Mush o'tgan do'stlarimiz bugun charchidi. Hakikaten charchidi. Bo'lsa sizning yana bir haftada naqshingizdan usulga tushib, qo'shal xo'ramalda. Yanama? Qo'shal xo'ramalda oxirlashtirsa qanday bo'ladi? Bulamda. Cho'lpon keldi.
Aynulay, aynula, bağdap çıkam, aynula. Aynulay, aynula, tazı bağdap çıkam, aynula. Sizdek bizdek yaş ballağa, dava bolgan aynula. Alınız harap, bağrınız kavap, rısa oynayman közümde oturup qarap. Ottungda küyemem, vay men senden elep savap. Sıntağnen uyanıda, mındemzem piyade. Sıntağnen uyanıda, mındemzem piyade. Jigitler bizge söz kıldı, biz mi bolduk ziyade. Alınız harap, bağrınız kavap, uttunuz yüreğimge ketti tarap. Uttungda küyemem, vay men senden elep savap. Çillan toxam, çillan xuraz, yarım oyğan son. Çillan toxam, kıçqıran xuraz, yarım oyğan son. Yallarda dıtta çalay, çüçüp oyğan son. Yallarda dıtta çalay, külüp oyğan son. Aşka üç atıta emdi beş boldi. Bir aşka üç atıta emdi beş boldi. Yürekteki yanın ote heli pes boldi. Yürekteki yanın ote emdi pes boldi. Samavede çay koydum, eli kaynaydı kürela. Ocak vişte çay koydum, huy bela, eli kaynaydı kürela. Menden başka ya tutup, yürüp bir bilela. Menden başka ya tutup, huy bela, yürüp bir bilela. Esel misin, kır mısın, navat mısın, ot mısın, ateş misin, kavat. Bu dünyada bağımsın hayat. Öktebirde tallıvağa yarımsın, jürgünde tallıvağa yarımsın. Arvanın ok ekimmiş, yanıymış ka kembeymiş. Yanıymış ka kembeymiş. Ya yüzü kileydizse uy bala, sakallık mocan koymaymış. Ya yüzü kileydizse, sakallık mocan koymaymış. Esel mi sakın mı sen navat, ot mu sen ateş mi sen kavat. Bu dünyada bağ mı sen hayat. Öktebirde tallıvağa yarımsın, jürgünde tallıvağa yarımsın. Öktebirde tallıvağa yarım sene.